Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ta'ala ve barakatuhu. Muhtaram azizlar, Allah Haq subhanahu ve ta'ala'nın fazli keremi ile siz azizlar bilan yana didorlashish vaqtiga musharraf bo'lib turibmiz. Alloh taolo suhbatlarimizni hammamizga manfaatli aylasin. Musulmon borki, o'ziga nimani ravo ko'rsa, shuni boshqa musulmon birodariga ham ravo ko'radi. Chunki payg'ambarimiz alayhissalom komil iymonlik musulmon shunday kishiki, u o'ziga nimani ravo ko'rsa, boshqa birodariga ham shuni ilinadi deb o'rgatdilar. Shuning uchun o'zimiz yaxshi ko'rgan, bizda mana shu ne'matni bo'lishligini ko'p xohlagan bir mukofot borki, mana shuni sizlarda ham bo'lishini xohlaymiz. Bu jannat azizlar. Dunyoda jannatga tushishlikni orzu qilmaydigan biror inson yo'q. Endi albatta biz bugun jannat haqida gapirar ekanmiz, biz bu dunyoda turibmiz. Hali ko'zimiz bilan ko'rmagan, faqatgina payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam tomonidan bizga yetkazilgan g'oyib ilm bo'lgan jannatga iymon keltirib, unga oshiq bo'lib intilyapmiz. Lekin dunyo azizlar, bu o'sha jannat tomon bizni olib borishlikka tayyorgarlik ko'radigan amaliyot maydoni. Mana shu dunyoda eson-omon imtihonlardan, sinovlardan o'tib olsak, Alloh nasib qilsa, siz bilan biz jannatda yuz ko'rishamiz. Dunyo imtihon azizlar. Insonda turli tuman imtihonlar qilishligini ko'p joyda Alloh aytgan. Hammasi imtihon. Bu dunyo mashaqqat ustiga qurilgan. Hayron bo'lmang azizlar, axir boy, badavlat, baxtli, saodatli yashayotganlar bor-ku, qani ularning mashaqqat? Boy bo'lishlik ham bir sinov, kambag'al bo'lishlik ham bir sinov, sog'lom bo'lishlik ham sinov, bemor bo'lishlik ham sinov. Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Banda bu sinovlar va mashaqqatlardan qachon tin oladi o'zi? Qachon rohatga erishadi? To'g'ri, bu dunyoda ham rohat bor, lekin u o'tkinchi va noqisdir. Hech kim dunyo rohatida oxirigacha turmaydi. Unda haqiqiy va abadiy rohat qachon bo'ladi? Mo'min banda qachonki qadamini jannatga qo'yganda haqiqiy rohat, abadiy saodatga erishadi azizlar. Xo'sh, jannat o'zi qanday joy? Unda nimalar bor? Bu kabi savollar hamma uchun qiziq. Jannat g'oyib masalasi bo'lgani uchun u haqida dalilsiz taxmin bilan gapirish mumkin emas. Yuqoridagi savolga suyukli payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlari javob bergan ekanlar. U zotdan ham jannat haqida so'ralganda, Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis Imom Buxoriyda keladi. Aytadilar, Rasulimiz alayhi salatu vasallam shunday dedilar: Qolalloh, Alloh shunday dedi: A'tadtu li ibadi solihin ma la aynun ra'at va la udhunun sami'at va la khatara ala qalbi bashar. Ya'ni solih bandalarimga ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, biror insonni xayoliga kelmagan narsalarni tayyorlab qo'yganman dedi. Imom Buxoriy rivoyat. Ha azizlar, Alloh bizga jannatda shunday narsalarni tayyorlab qo'yibdiki, ko'zimiz ko'rmagan, quloqimiz eshitmagan, biror insonni xayoliga kelmagan ne'matlar bor. Mana shunga intilyapmiz. Alloh taolo bandalarini jannatga qiziqtirish uchun Ar-Rahman, Voqea surasi, G'oshiya, Inson va yana bir qancha suralarda jannat sifatlarini bayon qilib bergan. Shuningdek, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham o'zlarini juda ko'p hadislarda jannatni vasf qilganlar. Vasf qilganda ham ko'zlari bilan ko'rib sifatlaganlar. Jannat bu katta mavzu azizlar. Hatto u haqida ulamolar alohida kitoblar, risolalar yozganlar. Shuning uchun uni ehtimol biz bir suhbatda bayon qilishligini imkonini topolmaymiz. Avval ham bir oz jannat haqida gapirgan suhbatlarimiz bor, ammo to'la bayon qilishlik uchun 1-2 suhbatlar kifoya qilmaydi. Biz bugun siz bilan jannat sizga muborak degan mavzuda suhbat qilar ekanmiz. Bir oz mana shu jannatni o'zi haqida ma'lumot olishlikka harakat qilamiz. Siz azizlarga aytmoqchi bo'lgan jannat vasfi u qisqacha tanishish deb qabul qilasiz. Qur'on oyatlari va sahih hadislarda kelgan jannat vasflarini sizlarga ilindik. Bu dunyo tugab, qiyomat qoyim bo'lganidan keyin barcha insonlar so'roq-savol, hisob-kitoblardan o'tib bo'lganlardan keyin mu'minlar farishtalar qurshovida jannat sari ketib bormoqdalar. Har bir ummatning oldida o'z payg'ambar,
uzoqdan juda ham xushbo'y, o'ta yoqimli muattar hid taralmoqda. U jannatning hidi. Uning xushbo'y ifori 40 yillik masofadan, ba'zi rivoyatlarda 100 yillik masofadan, ba'zilarda esa 500 yillik yoki 1000 yillik masofalardan kelib turadi deyiladi. Tasavvur qiling, jannatga yetib borishga 1000 yil hali yo'l bor, lekin jannatning hidi kelib turadi, muattar hidi. Bu masofalarning har xilligi insonlarning amallariga ko'ra bo'lar ekan. Shunday insonlar bor ekanki, ular hatto 1000 yillik yo'ldan jannat hidini hidlar ekan. Shunday insonlar bor ekanki, ular 100 yillik, 50, 40 yillik masofadan hidini bilar ekan. Amallarga qarab hidlar bilinar ekan. Mana shu muattar hidlar ila jannat tomon borar ekan. Uzoq yo'l yurilgandan so'ng butun haloyiq jannat eshigi oldida to'planadi. Lekin oldinga borishga hech kim jur'at qila olmaydi. Hech kim. Shunda yig'ilganlar orasidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam chiqarkanlar-da eshik tomon yurib borar ekanlar va uni halqasini taqillatadilar. Ichkaridan Rizvon, ya'ni jannat qo'riqchisi, "Man huwa? Kim u?" degan ovoz eshitilar ekan. Shunda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam, "Men Muhammadman" deyar ekanlar. Rizvon, "Sizdan oldin birorta kishiga eshikni ochmaslikka buyurilgan edim" deyar ekan. Eshik ochilib, hamma ichkariga kira boshlaydi. Jannatning 8 ta eshigi bor azizlar. Hatto ba'zi rivoyatlarda 13 ta ham deyilgan. Har bir eshikni o'z nomi bor. Kimki ahli namoz bo'lsa, Bobus Salot degan eshigidan, ya'ni namoz eshigidan. Roza ahli esa Bobur Rayyon, rozadorlar uchun ajratilgan eshikdan kiradi. Bu dunyoda ko'p sadaqa qilganlar esa Bobus sadaqa eshigidan kirar ekanlar. Ammo bilasizmi azizlar, mana shu hamma eshikdan u zotni ismi tilga olinadi. U Bobus Salot bo'lsin, Bobur Rayyon bo'lsin, Bobus sadaqa bo'lsin, bu buyuk sahoba Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bo'lar ekanlar. Alloh bizni ham nomimizni chaqirishdi. Bismillahirrohmanirrohim. Jannat ahli jannatga kirar ekanlar, har bir eshik oldida farishtalar kutib oladi. Ular kirayotganlarga qarab, "Salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbad-dar." Sabr qilganingiz uchun sizlarga salom bo'lsin. Bu oqibat diyori qanday ham yaxshi deyar ekan. Endi tasavvur qiling azizlar, mana shuni eshitganda mu'minlarda shunaqa bir huzur paydo bo'lar ekan. Chunki siz bu dunyoda bir yangi narsa kiyib olsangiz, do'stingiz ko'rib muborak bo'lsin, qutlug' bo'lsin desa, yoki bir yangi markab olasizmi, yangi nimadir ne'mat sizga berilgan bo'lsa, buni boshqalar qutlasa, siz xursand bo'lasiz. Endi jannatga kirib kelayotganingizda farishtalar sizni shu jannatga kirishligingizni qutlayaptilar. "Salamun alaykum" deyapti. "Assalomu alaykum." U dunyodagi mashaqqat, mushkulliklarga sabr qilgani deylar. Mana endi oqibat diyori qanday ham yaxshi, kiringlar. Hammani jannat tomon yo'naltirib turar ekanlar. Ular jannatga kiraverishda bir chashmaga borib poklanadilar. U yerda bir chashma bor. Mana shu chashmada yuvingan inson shunday bir go'zallashib ketadi. Ularga jannat ne'matlari yog'iladi. Hatto badandagi tuklardan xushbo'yliklar taraladi. Sochlar go'yo atirli moy surilgandek holatga kelib qoladi. Ustilarida ipak va shoyilardan bo'lgan ko'zlarni yashnatuvchi eng go'zal liboslarni kiyar ekanlar. Jannatga kirgan insonlarning yuzlari xuddi Badr kechasidagi to'lin oy kabi bo'ladi. Ba'zilari hatto charaqlagan yulduz kabi bo'ladi. Ular u yerda hojat qilmaydilar, tuflamaydilar, burun qoqmaydilar. Insonni tabiatiga ta'sir qiladigan birorta nojoiz harakat yo'q. Kelishgan, bo'ylari uzun, Odam alayhissalom kabi 60 ziro bo'ladi. Jannat ahli soqolsiz bo'lar ekan azizlar. Ko'zlari tim qora bo'ladi. Ularning yoshligi ketmaydi. Hech qachon qarimaydilar. Kasal ham bo'lmaydilar. Kiyimlari ham eskirmaydi. Jannat ahli 33 yoshda bo'lar ekan. U yerda kecha bo'lmaydi, nurli kunlar bo'ladi. Jannatga kirgan inson mana shu joyda abadiy qoladi inshaalloh. Jannatda ixtilof, bir-birini yomon ko'rish, yolg'on, haqorat, koyish, ozor, bo'xton, botil gaplar, ko'ngillarni behuzur qiladigan biror og'iz so'z ishlatilmaydi. Jannatdagilar faqat yaxshi va yoqimli so'zlarni eshitadilar xolos. Ahli jannatni rohat farog'ati bu bilan tugamaydi azizlar. Farishtalar sizlarga tinchlik, omonlik bo'lsin, xush keldingiz. Bas unga abadiy qoluvchi bo'lgan holingizda kiringiz deydilar. So'ng ularni vildonlar, ya'ni jannatning yosh xizmatchilari sevinib qarshi oladi. Uzoq vaqt yaqinlari bilan ko'rishmagan dunyo bolalaridek xursand bo'lib ketadilar.
ularni atrofida gir aylanib, quvoning, shodlaning, qarang, Alloh taolo sizlarga ne'matlarni ato qilibdi deb suyunchi ulashadilar. Jannatda doim tebranib turuvchi, o'zidan muattar hid taratuvchi rayhonlar, go'zal qasrlar, to'lib oquvchi anhorlar, pishib yetilgan turli xil mevalar, go'zal va chiroyli juftlar va boshqa ko'pdan ko'p ziynatlar bo'ladi. Qasrlari kumush va oltin g'ishlardan, loyi mushka ambardan, toshlari dur va yoqut, tuprog'i za'faron va oppoq mushkdan iborat bo'lar ekan. Jannatiy banda o'z maskaniga yetib borgach, marjonlardan iborat sohil ustiga qurilgan qizil, sariq va yashil rangli turfa qil tovlanayotgan ko'shkka nazari tushadi. Boshini ko'tarib nur sochayotgan ko'shning shiftiga asta qaraydi. Agar Alloh taolo ularning ko'ziga quvvat bermaganida bu yorqinlikdan ularning ko'zi ko'r bo'lib qolardi. Ko'zlarini shiftdan olar ekan, qoshida hur va aynlar, buloq bo'yiga qo'yilgan qadahlarni, tizib qo'yilgan yostiqlarni va to'shalgan gilamlarni ko'radilar. Suyunib ketar ekan jannat ahli azizlar. Alhamdulillahillazi hadana li hada va ma kunna linahtadiya laula an hadana Alloh deb yuborar ekanlar. Bizlarni bu ne'matlarga yo'llagan zot Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Agar bizni Alloh hidoyat qilmaganida hargiz yo'l topa olmas edik deydilar. Ular jannat taomlaridan yeydilar, sut, sharob, asal to'la daryolardan ichadilar. U daryolarning yerlari kumushdan, toshlari marjon, tuprog'i esa mushk, o'tlari za'farondan bo'lar ekan. Bulutlardan juda muattar hidli mayin yomg'irlar yog'adi. Jannat ahlini o'zlariga asli kumushdan bo'lgan dur, yoqut, marjonlar bilan ziynatilgan qadahlar berilar ekan. Lekin bu maylar dunyo maylari kabi bo'lmaydi azizlar. Jannatdagi maylar boshqa may. Jannatdagi barcha daraxtlarning tanasi oltindan bo'lar ekan. Jannatda xurmo daraxtlari ham bo'ladi. Uning tanasi zumraddan, novdasi qizil oltindan, barglari jannat ahli uchun yopinchiq. Ularning zebi ziynat va bezaklari ham xurmoning novda va barglaridan bo'ladi. Mevalari ko'zaday bo'lib, sutdan oq, asaldan shirin, yog'dan muloyim bo'ladi. Unda danak bo'lmaydi. Jannatda bir daraxt bor ekan. Ot mingan kishi uni soyasida 100 yil yursa ham uni kesib o'ta olmaydi ekan. Mana shu sizga azizim, sizni daraxtingiz inshaalloh. Unda uzum, anjir, banan va bundan boshqa mevalar ham bor. U yerda ba'zi insonlar dehqonchilik qilib tog'day xirmon qilar ekanlar. Jannatda turli xil meva-chevalar va go'shtlar bo'ladi. Mevalar bu dunyodagi mevalarga o'xshash bo'ladi, ammo bu o'xshashlik faqat ismi va shaklida, ta'mlari esa butunlay boshqacha bo'lar ekan. Mevalarni uzib, oson tanovul qilish uchun daraxt shoxlari egib qo'yilgan bo'ladi. Jannat ahllari bu mevalarni qanday xohlasalar shunday tanovul qiladilar. Xohlasalar tik turib, xohlasalar o'tirib, xohlasalar yonboshlab, xohlasalar yotib mashaqqatsiz tanovul qiladilar. Og'izlariga olib bormay, o'rnida yana boshqasi paydo bo'lib qolaveradi. Farishtalar esa rohatlanib ovqat yeyotgan jannat ahliga qarab, kulu vashrabu hani'a deb turadilar. Yenglar, ichinglar osh bo'lsin deydilar. Chunki bu dunyoda mashaqqat qilib o'zingizni qiynagan edingiz, Alloh qaytargan ko'p narsalardan qaytgan edingiz, endi uni rohatini ko'ring deb turar ekanda farishtalar. Allohim mana shu kulu vashrabu nidosini eshitishda hammamizga nasib qilsin. Jannat 8 ta bo'lib, ularning nomlari bor ekan azizlar. Firdavs jannati, Adn jannati, Ma'vo jannati, Naim jannati, Xuld jannati, Qaror jannati, Dorus salom va Darul muqoma. Mana shunday jannatlar bor. Firdavs jannati eng yuqori va eng oliy jannat. Undan jannatning 4 anhori oqib chiqar ekan. Uning ustida arsh bor. Mana shu Firdavs jannatini so'rashga buyurilganmiz. Eng oliysini so'rang. Allohim jannatul Firdavsga nasib qilgin deb duo qilishlik lozim. Bismillahirrohmanirrohim. Jannatda darajotlar bo'lar ekan azizlar. 100 ta daraja bor ekan. Har bir daraja osmon bilan yer orasicha. U darajalar iliyinning eng yuqorisida nihoyat topadi. Jannat ahlining eng quyi darajasiga kirgan banda uchun 80 mingta xizmatchi berilar ekan. Endi jannatning eng yuqori darajasiga beriladigan ne'matlar haqida o'zingiz tasavvur qilib ko'ring. Birinchi darajaning hovlilari, uylari, eshiklari, so'rilari, kalitlari kumushdan bo'lsa, ikkinchi darajaning hovlilari, uylari, eshiklari, so'rilari oltindan, uchinchi darajaniki yoqut, dur, zabarjatdan bo'lar ekan. Qolgan 97 darajasini qanday ekanini faqat Alloh o'zi biladi.
jannatga kirgan bir ahil bor. Bilasizmi ular kim? Qur'on egalari. Jannatga kirganda o'qi va ko'taril deyarkan ularga. O'qi va ko'taril. Ular Qur'onni o'qir ekan va har bir oyatida bir daraja ko'tarilib boraverar ekan va uni to'xtagan joyi oxirgi manzili bo'lar ekan. Jannatda ustma-ust qurilgan xonalar bor ekan. U taqvodor bandalarga beriladi. U qizil yoqut, yashil zabarjat va oppoq durdan qurilgan bo'lar ekan. Jannat ahli u boloxonalarini xuddi ufqning sharqi yoki g'arbidagi yulduzlarni ko'rgandek ko'rib tomosha qilib o'tirar ekanlar. Bu dunyoda do'st bo'lib bir-birini Alloh uchun yaxshi ko'rganlar qizil yoqutli ustunlar ustidagi 70 ming boloxonalarda bo'lar ekanlar azizlar. Bu dunyoda bir-birimizni yomon ko'rish o'rniga yaxshi ko'raylik-da. Mana shu 70 ming boloxonalarda joylanaylik. Ularning husni dunyo ahliga quyosh qanday nur sochsa, jannat ahliga shunday nur sochib turar ekan. Alloh yo'lida do'stlashganlarning yuzidan chiqayotgan nurni, go'zalligini ko'rish uchun boshqa jannat ahlilari yuringlar, Alloh yo'lida do'stlashganlarni ko'ramiz deb chaqirar ekanlar. Qachon ularni ko'rsalar, ularning husnlari, go'zalliklari jannat ahliga nur taratib turadi, xuddi dunyo ahliga quyosh nur sochgandek. Ularning ustilarida ipakdan bo'lgan go'zal liboslar bo'lar ekan. Ularning peshonalariga ular Alloh azza va jalla yo'lida bir-birlarini yaxshi ko'rganlar deb yozib qo'yar ekan. Azizlar, bu dunyoda hadeb bir-birimizni g'iybat va ig'vo qilib, bir-birimizni ranjitib yurgandan ko'ra bir-birimizni yaxshi ko'raylik-da, jannatdagi mana shu ne'matlarga musharraf bo'laylik. 50-yindagilar ahli jannatga qaraydi. Agar ulardan birortasi boshqa jannatga tashrif buyursa, yuzini nuridan jannat yanada yorishib ketar ekan. Shunda jannat ahli bu qanday nur deyarkanlar. Ular 50-yin ahlidan itoatli, rostgo'y, yaxshi banda tashrif buyurdi deyarkanlar. 50-yin ahlini xuddi ufqni nur sochib turgan yulduzni ko'rgandek ko'rib turar ekanlar. Abu Bakr bilan Umar radhiyallohu anhumolar mana shu 50-yin ahillardan bo'lar ekan azizlar. Jannatda bir boloxona bo'ladi. Uni tashqarisida, ichkarisi tashqarisidan ko'rinib turadi. Suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bu joy shirin so'zli, ochlarga taom beruvchi, ro'zani bardavom tutuvchi, insonlar uxlab yotgan paytda qoyim bo'lib namoz o'quvchi, salomni keng yoyuvchi mu'minlar uchun tayyorlangan bo'ladi degan ekanlar. Qarang, go'zal bir boloxona, ichkarisidan tashqari ko'rinadigan shunday bir go'zallik. Ba'zi boloxonalarning ostida ustuni bo'lmas ekan, qarang. Shundoq bo'lar ekan, ustunsiz. Bunday boloxonalar kimlarga nasib qiladi deng? Kasal, azob, uqubat va sinovlarga sabr qilganlar uchun berilar ekan. Bizni eshitayotganlarning ichida bemorlarimiz bo'lsa, ba'zi azob, uqubat va sinovlarga sabr qilaylik. Ozgina sabr qilib tursak, mana shunday jannatdagi ustunsiz boloxonalarda rohatlanamiz ekan inshaalloh. Qiziq, hech o'ylaganmisiz muhtaram azizlar? Jannatda ham bozor bor ekan. Uni farishtalar o'rab turar ekan. Jannatiylar unga har juma kelar ekanlar. So'ng shamol esib, ularning yuzlari va kiyimlariga mushk sochadi va ularning husni jamoli ziyoda bo'ladi. Undan mana shunday go'zal holda qaytadilar. Jannat bozorida ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, xayolga kelmagan narsalar bo'lar ekan. U yerda xohlagan narsa beriladi, lekin sotib olish bo'lmaydi. Mana shu bozorda jannat ahllari bir-birlariga yo'liqar ekanlar. Bu yerda ayol erkaklarning qiyofalari bo'ladi. Kim bir suratga kirishni xohlasa, o'sha qiyofaga kirar ekan. Tasavvur qiling, bir bozor, kirib boryapsiz. Har xil ne'matlar bor. Xohlagan qiyofani tanlab olish imkoniyati ham bor ekan. Bozori shunday bo'lar ekan. U bizga o'xshab o'rda sotdi, bir-birini aldadi joy emas, u yerda bozor. Ular jannatlarda bir-birlari bilan dunyoda qanday bo'lganlari, Allohga qanday ibodat qilganlari, qanday qilib kechalarni bedor, kunduzlarni qoyim o'tkazganlari, dunyodagi faqirlik va boylik qanday ekani, o'lim qanday kechgani va shuncha sinovlardan keyin qanday qilib jannatga kirganlarni eslashib o'tirar ekan. Ha azizlar, bir oz qiyinchilik, ozgina charchaganimizda besabrlik qilmasligimiz kerak ekan. Inshaalloh mana shunday sinovlardan o'tganimizdan keyin jannatda, bozorda bir-birimizni tanib o'tirib, esingizdami, u dunyoda mana shunday qiyinchiliklarni ko'rgan edik. Allohga shukr, mana rohatini ko'ryapmiz deyilar ekan. Inshaalloh mana shunga nasib qilsin. Jannatda bo'yni xuddi tuyani bo'ynidek keladigan qushlar bor ekan. Egasining qo'lida saf tortib turar ekan. U o'z egasiga: "Ey Allohning do'sti, men arshning ostidagi jannat yaylovlarda boqilganman.
tasnim buloqlardan ichganman, meni yegin deb turar ekan. Shunda kishini hayoliga uni tanovul qilish keladi. Va shu zahoti qush uni oldida turli xil taomlarga aylanib qoladi. Undan xohlagancha yeydi. To'yganidan so'ng qushning suyaklari jamlanib, qaytib jannatni xohlagan joyiga yana uchib ketadi. Shuncha ne'matlar ko'rildi. Bandalar bir joyga to'planganda Alloh so'rayapti, yana biror narsa xohlaysizlarmi? Ular aytar ekan, "Ey Robbim, yuzimizni yoriq qilmadingmi? Jannatga kirgizmadingmi? Bizga do'zaxdan najot bermadingmi? Bundan ortiq yana nima kerak bizga?" der ekan. Shunda parda ochiladi. Va jannat ahllari Alloh taoloning jamolini ko'radilar. Jannat ahli uchun bundan ortiq katta baxt, bundan ortiq katta ne'mat bo'lmaydi azizlar. Ha, jannat mana shunday joy. Ammo mana shu jannatga kirishlik yo'lini to'g'ri topib olishimiz kerak. Keyingi paytlarda jannat sifatini aytib, jannatga kirishlik uchun faqatgina ba'zi bir sanoqli amallardangina iborat deb o'rgatilish bo'lyapti. Odamlar chalg'itayotganlar bor. Mana bu ishni qilsangizgina jannatga kirasiz. Hatto odam o'ldirib qancha gunohlarni qilib johilona kimsalar jannatga da'vat qilyapti. Shuning uchun biz bu turkum suhbatimizda jannatga eltuvchi go'zal amallar haqida so'z yuritamiz azizlar. Biz yuqorida hozir jannat sifatini aytganimizda shu jannatga bo'lgan ishtiyoqingiz ortgan bo'lsa, endi keyingi suhbatlarimizda mana shu jannatga kirishlik uchun payg'ambarimiz alayhisalom bizga bergan tavsiyalarini eng sahih hadislari orqali siz azizlarga yetkazamiz inshaalloh. Alloh hammalarimizni jannat darvozasi oldida ko'rishmoqligimizni, jannatda esa payg'ambarimiz alayhisalom bilan suhbat qilmoqligimizni nasib qilsin. Allohning diydoriga. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar, aziz muxlislarimiz. Siz azizlar bilan jannat sizga muborak deb nomlangan turkum suhbatlarimizni davom ettiramiz. Suhbatlarimizga sidqi dil ila quloq solib turgan hammalaringizni va kamina xodimingizni Alloh jannatida mehmon aylasin. Azizlar, biz sizlarga jannat haqida va jannatiylarga berilajak mukofotlar haqida Alloh qodir qilganicha qisqa bayon berdik. Zero jannatni to'laligicha vasf qilishlikka hech bir notiq va hech bir kotib qodir emas. Chunki payg'ambarimiz alayhisalom jannatda ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, insonni hayoliga kelmagan ne'matlar bo'ladi deb turgandan keyin buni hammasini bildirishlikka ojizmiz. Biz Rasulimiz alayhisolatu vasallam bizga o'rgatganlarini ojizona sizlarga izhor qildik. Keling yaxshisi jannatdagi bu ne'matlarni o'z ko'zimiz bilan ko'rib, tanamiz bilan his qilishlikni Allohdan so'rab duo qilaylik-da, bu ishni oxiratga qo'yaylik. Allohim hammamizni jannatida mehmon qilib o'z ko'zimiz bilan ko'rishlikka nasib qilsin. Ha azizlar, jannatni umid qilib Allohdan so'rab duo qilish kerak. Siz azizlarga Ibn Abbos radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan go'zal bir hadisni izhor qilgimiz keldi. Zero jannat haqida gapirar ekanmiz, mana shu hadisdan gapirishlikni lozim topdik. Hadis ikki shayx va Termiziy rahmatullohi alayhi tomonidan rivoyat qilingan. An Ibn Abbos radhiyallohu anhuma. Ibn Abbos radhiyallohu anhumadan qala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam, Rasulimiz alayhi salatu va sallam shunday dedilar: "Uridat alayya al-umam fa akhadha an-nabiy yamurru ma'ahu al-ummah wan-nabiy yamurru ma'ahu an-nafar wan-nabiy yamurru ma'ahu al-ashara wan-nabiy yamurru ma'ahu al-khamsa wan-nabiy yamurru wahda." Ya'ni Rasulimiz alayhi salom aytibdilar: "Menga u dunyoda ummatlar ko'rsatildi." Ya'ni ko'z oldingizga keltiring, qiyomat qoyimda bo'ladigan holatni Rasulimiz alayhisalom aytibdilar. Menga ummatlar ko'rsatildi. Bas bir payg'ambar o'ta boshladi. U bilan birga bir ummat bor edi. Ya'ni bir qancha ummat birga bor edi. Yana bir nabiy o'tdi, u bilan bir necha nafar bor edi. Bir nabiy o'tdi, u bilan 10 ta ummati bor edi. Bir nabiy o'tdi, u bilan 5 ta ummati bor edi.
yana bir nabiy o'tdi, u o'zi o'tdi yolg'iz. Hadisni mana shu joyiga kelganda yuragingiz to'lqinlanyaptimi aziz birodar? Bizni ummat qayerda ekanlar? Biz nima holatda ekanmiz? Boshqa payg'ambarlarning bittadan, 10tadan yolg'iz o'tgani bo'libdi. Bizni holimiz nima? Hadisning davomida Rasulimiz alayhisalom aytibdilar: "Fa nadartu fa idha sawadun kathir." Man qarasam uzoqdan ko'pgina qora ko'rindi. Faqultu ya Jibril, men aytdim: "Ey Jibril alayhisalom, haulai ummati, mana shu ko'ringan ko'pgina qoralik meni ummatimmi?" dedim. Qol, Jibril alayhisalom, "La" dedilar. Yo'q. "Walakin undur ila al-ufuq." Lekin ya Rasululloh, ufuq tomonda ko'rsatilar. Ufuqqa qarang. Fa nadartu fa idha sawadun kathir. Ufuqqa qarasam judayam ko'p qop qoralik ko'rindi. Ya'ni odamlar kelayotganda tumonat qora bo'lib ko'rinadi-ku. Mana shunday ko'rindi. Shunda Jibril alayhisalom menga qarab, "Ana o'shalar sizning ummatingiz. Ularni oldilarida esa 70 mingtasi bor. Ular hisob ham, azob ham qilinmaslar" dedi. Alloh. Mana bu Rasulimiz alayhisalomning ummati azizlar. Payg'ambarimiz alayhisalom "O'lima" dedilar. Nima uchun dedi? Nega ular hisobsiz jannatga kiradilar? Jibril alayhisalom aytdilarki: "Kanu la yaktaun va la yastarqun va la yatatayyarun va ala robbihim yatawakkalun." O'sha 70 ming jannatga hisobsiz kiradiganlarning sifatlarini aytdilar. Ular dedilar: hisob qilinmasdan kiradigan 70 mingtalar alohida toifalar. Ular shundaylarki, kuydirish ila davolanmas, shirk odatiga ko'ra dam soldirmas va fol ochtirmas va robbilariga tavakkal qilarlar dedilar. Qarang, kuydirish ila davolanmas degani o'sha davrni johiliyatida ma'lum bir tamg'alarni, shakllarni tanasiga kuydirib bossa, go'yoki dardlarga shifo bo'ladi degan shirkona odat bo'lgan va shirkona dam soldirish bo'lgan. Bizda Qur'oniy dam soldirish bu boshqa narsa. Ya'ni Allohdan boshqa narsadan shifosini umidini qilib dam solish va fol ochtirish. Mana shulardan saqlanib, o'zini robbilariga doim tavakkal qilgan kimsalar ana shu 70 ming ichida dedi. 70 ming ichida siz bilan biz ham bo'lishni Allohdan so'raylik. Chunki Rasulimiz alayhisalom shu gapni aytishlariga faqoma ilayhi ukkasha, ularning ichida ukkasha bor edi, o'rinlardan turdilar. Rasulimiz alayhisalomning oldilariga kelib, "Ud'ulloha ay yaj'alani minhum" dedilar. Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, menga duo qiling, o'sha 70 mingning ichida men ham bo'lay dedilar. Shunda Rasulimiz alayhisolatu vassalam Allohumma ij'alhu minhum deb duo qildilar. Allohim ukkoshani o'sha 70 ming ichida qilgin dedilar. Buni ko'rgan bir yana boshqa sahoba o'rnidan turib ketdi-da, "Menga ham duo qiling ya Rasululloh" dedilar. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom unga qarab, "Sabaqaka biha ukkasha" dedilar. "Ukkosha sendan o'tib ketib qoldi" dedilar. Ha azizlar, Ukkosha radhiyallohu anhu bu gapni eshitishlarigayoq payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan duo oldi. Biz Rasulimiz alayhisalomdan duo olishlikka hozir imkoniyatimiz yo'q-u, ammo lekin Alloh azza va jallaga duo qilish imkoniyatimiz bor. Allohdan so'raylik. O'sha 70 ming hisobsiz kiradigan ummatning ichida Alloh bizni ham joylasin. Buning uchun Allohdan mana shu Jibril alayhisalom o'rgatgandek holatda hayot kechirishligimizni, bekorchi amallardan, bid'at va xurofatlardan, shirkona amallardan panoh so'rab bundan qochishligimiz kerak. Follarga ishonishlik u turli holatlardan o'zimizni olib qochishligimiz va Allohga tavakkal qilib hayot kechirib borsak, inshaalloh o'sha 70 ming hisobsiz jannatga kiradiganlar ichida bo'lamiz. Ha azizlar, jannatni so'rash kerak, umid qilish kerak, orzu qilish kerak. Jannat kimga birinchi nasib qiladi biz buni bilmaymiz, ammo yuqorida siz azizlar bilan qilgan suhbatimizda payg'ambarimiz alayhisalom jannatni birinchi bo'lib darvozasini taqillatishliklari yu u zotni birinchi kirishlari haqida xabar bergan edi. Ammo bir hadis bor ekan. Rasulimiz alayhisolatu vassalam aytadilar: "Avvalu man yumsik bi halaqil janna ana." Jannat halqasini birinchi bo'lib ushlaydigan menman dedilar. Ya'ni jannat darvozasini birinchi bo'lib men ushlab taqillatib kiraman deganimda fa iza imra'atun tunazi'uni turid
an tadkhulal jannata qabli. Birdan bir ayol paydo bo'ladida, u ayol jannatga mendan oldin kirmoqchi bo'lib harakatlanadi, tortishadi. Ya'ni men kiraman jannatga deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan oldin darvozaga kelib oladi ekanlar. Ayol kishi. Qultu, aytdim Jabroilgaki, "Man hadiki ya Jibril?" Ey Jabroil alayhisalom, kim bu ayol? Jabroil alayhisalomning javobini aytsam, bugun bizni suhbatimizni eshitib turgan qancha onaxonlarimizni yig'lashi aniq. Jannatdan birinchi kirishlikka loyiq bo'lgan onalar yig'isi bo'ladi. Eshiting, Jabroil alayhisalom nima dedilar? Bu ayol shunday ayolki, eri olamdan o'tgan va bu ayolga eridan farzandlar qolgan. Ayol mana shu bolalari uchun boshqa oila qurishlikdan yuz o'girgan. Ha azizlar, bolam chaqam deb bolalari erta sag'ir yetim qolgan ayol, agar boshqa erga tegsam bolalarimga qiyin bo'lmasin deb bolalarini tarbiyasi uchun o'zini fido qilgan onalar Rasulimiz alayhissalom bilan jannat darvozasida birinchi kirishligini tortishlikka haqli ekanlar. Bunday onalarimiz qancha bor? Otamiz olamdan o'tib, bolalarim uchun o'zimni fido qildim degan qancha onalarni bilamiz. Bugun mana shu suhbatimizga quloq solib turgan mushtipar onalar, mana shunday jasoratlik opa-singillar, Alloh sizlarga hayotingizni taqvo, go'zallik, ibodatla o'tkazib, u dunyoda jannat darvozasi oldida payg'ambarimiz alayhissalom bilan darvozaga kirishlikni talashadigan, men avval kiraman deydigan muslimalardan bo'lishlaringizni Alloh nasib qilsin. Jannatga kirishlikka harakat qilib, amalini ham qilib borib Allohdan duo qiling. Inshaalloh siz azizlar bilan kelgusi suhbatlarimizda payg'ambarimiz alayhissalom bizga jannat yo'lini ko'rsatib, mana bu ishlarni qilsangiz jannatga kirasiz deb dalolat bergan hadislari haqida suhbatlarimizni davom ettiramiz. Alloh siz azizlarni va bizlarni jannatida mehmon qilsin. Jannat muborak bo'lsin. Muftiy Nuriddin domla hazratlari. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Muhtaram azizlar, Alloh haq subhanahu va taoloning fazli ila siz azizlar bilan jannat sizga muborak deb atalmish suhbatlarimizni davom ettiramiz. O'tgangi suhbatlarimizda jannatning ta'riflari va jannatiylar haqida suhbatlashdik. Oxirgi suhbatimizda payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamni qiyomatda ufqni to'ldirib ummatni jannat tomon kelishliklari yu 70 ming ummatni hisobsiz jannatga kirishligi haqidagi bashoratlarini siz azizlarga yetkazgan bo'ldik. Tabiiyki har birimiz ushbu gaplarni eshitar ekanmiz Allohdan, Allohim bizni jannatingga dohil ayla va o'sha 70 ming hisobsiz kiradigan ummatlar safidan qilgin deb so'radik. Alloh haqiqatda ham bizlarni mana shu 70 ming hisobsiz kiradigan ummatdan qilsin va jannatiylar qatoridan joy bersin. Muhtaram azizlar, payg'ambarimiz alayhissalom tomonidan qaysi ishlarni qilsak jannatga kirishlik imkoniyati bo'ladigan va mana shunga dalolat qilgan amallar haqidagi ko'p hadislari bor. Siz azizlar bilan mana shunday hadislarni ham o'rganib, ushbuga amal qilib Allohning jannatiga kirishni ta'limotini o'rganib olamiz. Avvalo bir narsani bilaylikki azizlar, jannat bu mu'minlar diyori. Alloh taologa iymon keltirgan kishi albatta jannatga kiradi. To'g'ri, gunohlarimiz bor, lekin gunohlarga yarasha jazo, azoblar ham bo'lar. Ammo lekin bizning aqidamizda iymon keltirgan kishi albatta jannatga kiradi deyiladi. La ilaha illalloh kalimasini aytgan kishi borki, u jannatga kiradi. Xo'p, bitta kalimani aytib hech narsa qilmaslik kerak ekanda degan xulosa chiqarishga shoshilmang azizlar. Modomiki bu kalimani chin qalbi ila aytgan har qanday inson u yaxshi insonga aylanajak va yaxshi amallarni ham qiladi inshaalloh. Keling Rasulimiz alayhissalatu vassalamni mana shu bobda aytgan hadislarni ba'zilarini o'rganamiz. Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu aytadilar. Rasulimiz alayhissalatu vassalam shunday deganlar: "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illalloh dakhalal jannah." Ravohi Abu Dovud. Ushbu hadisda payg'ambarimiz alayhissalom aytibdilarki,
kimning oxirgi gapi la ilaha illalloh bo'lsa, albatta jannatga kiradi dedilar. Agar oxirgi gapimiz jon berar holatida, bu dunyodan ketar holatida la ilaha illalloh bilan ketsak, jannatga kiramiz inshaalloh. Buni Rasulimiz alayhissalom aytdilar. Hech kim inkor qila olmaydi. Ammo mana shu kalima o'zi juda ulug' kalima. Ha azizlar, Allohdan boshqa iloh yo'qligini haqiqatda qalb ila tasdiqlamoqlik, til ila izhor qilmoqlik, Allohdan boshqa iloh yo'q deb turibmiz. Allohga shirk va kufr keltirishlikdan uzoqlashayotgan mu'min albatta u jannatga loyiqdir. Boshqa bir hadisda payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam aytadilar, Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qildilar. Rasulimiz alayhissalom aytdilarki, al-imanu bid'un va sab'una aw bid'un va sittuna shu'ba. Iymon 70 nechta yoki 60 nechta ham shu'badan, bo'limdan iborat. Fa afdaluha qawlu la ilaha illalloh. Uning eng afzali la ilaha illalloh demoqlikdir dedilar. Va adnaha imatatul adha anit tariq. Uning eng kichigi esa yo'ldan ozorni olib tashlash. Val haya'u shu'ba min al-iman. Hayo esa mana shu iymonning shu'basidan bittasi deb marhamat qildilar. Ushbu hadisda la ilaha illalloh eng yuqorida turishligini aytibdilar. Bu kalima birinchi farz bo'lgan, dunyodan o'tar chog'ida aytadigan oxirgi so'zdir. Mana shu birgina la ilaha illalloh kalimani aytgan odam bizni birodarimizga aylanadi azizlar. Birgina la ilaha illalloh kalimasini aytgan odam musulmon ummati safidan joy oladi. Va shu kalima tufayli u insonning moli, joni, qoni, obro'si omonda bo'ladi. La ilaha illalloh kalimasini aytgan odamni qonini to'kish, molini o'g'irlash, joniga qasd qilish, obro'sini to'kish endi harom bo'ladi. Lekin bu kalima qalbning to'ridan chiqmoqi lozim. Tilingizda aytib boshqalarga aytishingiz mumkin. Biz eshitganimizni tasdiqlaymiz. La ilaha illalloh dedimi? U biz uchun birodar, uning qalbi esa Allohga havola. Biz esa bugun mana shu qalbimizla shu kalimani aytib unga erishadigan mukofotimiz haqida gaplashyapmiz. Alloh taolo payg'ambarimiz alayhissalomga Qur'onda aytgan. Muhammad surasida keladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Fa'lam annahu la ilaha illalloh. Bas ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, Allohdan o'zga iloh yo'qligini biling. Bu kalima iymon va omonlik kalimasidir. Mazkur kalimani agar kofir aytsa, musulmonga aylanadi. Musulmon aytsa, maqom va martabasi ko'tariladi. Ko'p qaytarib turish kerak. Bu kalima tilga oson, savobi ulkan, ulug' bo'lgan zikr hisoblanadi. Zikr nima edi? Allohni eslash. Eng yaxshi zikr mana shu la ilaha illalloh kalimasi ekan azizlar. Buni aytib yursak, oxirgi kalimamiz ham shu bo'lishligini Allohdan so'rab boramiz. Avvalgi ustozlar va hozir ham ko'p yoshi ulug'lar duo qilganlarida, Allohim oxirgi kalimam la ilaha illalloh bo'lishini nasib qilgin deb duo qilar ekanlar. Jabir radhiyallohu anhu aytadilarki, men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni mana bunday deganlarini eshitdim. U zot shunday dedilar: afzalu zikr la ilaha illalloh dedilar. Imom Termiziy rivoyat qildilar. Bu kalima ismi a'zam bo'lib, dunyo va undagi barcha narsalardan yaxshidir. Ha azizlar, la ilaha illalloh. Bugun eshitayotganingizda necha marotaba shuni ichingizda qaytaryapsiz. Har eshitganda la ilaha illalloh kalimasini qalbingizla qaytarayotgan bo'lsangiz, siz hozir ham zikrdasiz aziz birodar va siz jannat tomon harakatdasiz. Bu kalima najot kaliti azizlar. Abdulloh ibn Amr ibn As radhiyallohu anhudan quyidagi hadis rivoyat qilinadi. Bu hadisni bir eshiting azizlar. Bu hadisni eshitib bir rohatlaning-da va la ilaha illalloh kalimasini bundan keyin tilingizdan aslo tushirmaysiz. Rasulimiz alayhisolatu vasallam shunday dedilar: Innalloha sayukhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamah fayanshuru alayhi 99 sijillan kullu sijillin mithlu madbil basar. Alloh taolo qiyomat kuni xaloyiq boshida ummatimdan bir kishini ixtiyor qiladi va uning 99 ta sijil to'plam qog'ozlarini ochadi. Har bir sijil ko'z qamrovuchalik bo'ladi. Qiyomat bo'lganda bir insonni ixtiyor qilib, uni oldiga 99 ta to'plamlik qog'ozlarni qo'yar ekan. Shunaqa qo'yilar ekanki, u ko'zini qamrab olgan joygacha xotirasiga qo'yilib qo'yar ekan.
Bunda u insonni qilgan amallari yozilgan bo'ladi. So'ng Alloh taolo u bandaga qarab aytarkan: "Atunkiru min hada shay'a?" Yozilgan narsalardan birortasini inkor qilasanmi deydi ekan. Qarang azizlar, hukm chiqarishlikdagi adolatni qarang. Alloh bandasidan so'rayapti, o'ziga ko'rsatyapti va orqasidan yana so'rar ekan: "Azlamaka katabatil hafizun?" Ularni yozgan farishtalar senga zulm qilibdimi deb so'rar ekan. Shunda banda aytar ekan: "La ya Robbi, yo'q ya Robbim." Ya'ni bu nima degani? Alloh taolo aytibdi, farishtalar senga noto'g'ri narsani yozib, senga zulm qilishmabdimi desa, banda aytibdi, "Yo'q ya Robbi, farishtalar bor narsani yozgan. Nimaiki qilgan bo'lsak, hammasini yozgan bo'lsa, o'z ko'zimiz bilan ko'rib turgan bo'lsak, qandoq qilib endi farishtalar bizga zulm qildi deb ayta olamiz ekan sizlar?" Shuning uchun banda aytar ekan: "La ya Robbi, yo'q ya Robbi, zulm qilmagan. Bori haqiqat bu." So'ng Alloh so'rar ekan: "Afalaka uzr? Senda biror bir uzr bormi?" Fayaqul, banda aytar ekan: "La ya Robbi, yo'q ya Robbi, keltira olmayman." So'ng Alloh aytar ekan: "Bala inna laka indana hasana." Oreki seni bizning huzurimizda bitta yaxshiliging qolgan der ekan. Shuncha narsang turibdi, ammo bizning huzurimizda bitta yaxshiliging bor. Bugun senga zulm qilinmaydi deydi ekan. Va bir bitoqa keltirar ekan. Bitoqa degani bu kichkinagina qog'oz. Hozirgi zamonimizdagi xuddi bir bilet kabi qog'oz keltiriladi. U qog'ozda ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu deb yozilgan bo'lar ekan. So'ng Alloh taolo aytar ekanki, tarozingni hozir qil deydi bandaga. Ya'ni endi amallaringni o'lchaylik. Bir tomoniga yaxshiliklar yozilgan, bir tomoniga yomonlik, gunohlar yozilgan daftarlarni, o'sha sijillarni qo'yib tortish kerak. Alloh aytibdi, tarozingni hozir qil banda. Shunda banda aytar ekan: "Ya Robbi, ma hadihil bitaqa?" Ya Robbim, bu nima qog'oz? Bu kichkinagina savoblarim yozilgan kichkinagina qog'ozcha gunohlarim yozilgan to'plamga to'g'ri keladimi? Alloh taolo aytar ekan: "Bugun senga zulm qilinmaydi. Qo'y taroziga. Tarozini bir pallasiga ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu deb yozilgan varaqcha qo'yilar ekan, bir tomoniga esa o'sha gunohlar yozilgan sijillar qo'yiladi. Shunda sijillar yengil, bitoqa esa og'ir kelar ekan. Payg'ambarimiz alayhisalom hadisning oxirida aytdilarki: "Va la yadkhulu ma'asmillahi shay." Allohning ismi bilan biror narsa undan og'ir kelmaydi dedilar. Bu hadisni Imom Termiziy rivoyat qildi azizlar. Qarang, mana shu birgina kalima hamma narsadan og'ir keldi. Shuning uchun ham bu qanchalik ulug' va najot kalimasi ekanligini bilmoqligimiz lozim. Muftiy Nuriddin domla hazratlari. Bismillahirrohmanirrohim. Ulamolar la ilaha illalloh kalimasini Alloh nasib etsa, oxirgi damda oson aytishimizning 3 ta yo'li bor debdilar. Ya'ni biz yuqorida aytdikki, eng oxirgi aytilgan kalima mana shu la ilaha illalloh bo'lsa jannatga kirar ekan, uni oxirida ham aytishligimiz uchun ulamolar 3 ta yo'lni o'rgatdilar. Birinchisi, bu kalimani ko'p aytib yurish kerak. Ikkinchisi, bu kalimani yurakdan aytish kerak. Uchinchisi, bu kalimani ma'nosiga amal qilib yashash kerak. Ha azizlar, bu kalimani ko'p aytish bu zikr. La ilaha illallohni ko'p ayting. Yurakdan aytingki, tilingizda qolmasin, qalbingizda bo'lsin. Bu kalimani ma'nosiga amal qilib yashash degani, modomiki siz aytyapsiz, Allohdan boshqa iloh yo'q deyapsiz, Allohni o'zingizni Robbingizligiga iymon keltiryapsizmi? Unda uni aytganga yarasha yashang. Payg'ambarimiz alayhisalomni payg'ambar ekanligiga iymon keltiryapsizmi? Demak, u zotning ko'rsatmalariga amal qiling. Mana bu narsa ketar chog'imizda bu kalimani tilimizga keltirishga sabab bo'lar ekan. Ko'proq aytish kerak azizlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan yana bir hadis rivoyat qilinadi. Rasulimiz alayhisalom aytadilarki, "Jaddidu imanakum" degan ekanlar. Iymonlaringizni yangilab yuringlar deganlarida sahobalar, "Ya Rasululloh, va kayfa nujaddidu imanana?" Qanday qilib iymonimizni yangilaymiz dedilar. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom, "Aktiru min qawli la ilaha illalloh." La ilaha illalloh kalimasini aytishni ko'paytiringlar dedilar. Imom Ahmad va Tabaroniy rivoyat qildi. Ana bu hadisga muvofiq ko'proq aytishimiz kerak azizlar. Ko'proq la ilaha illallohni aytsak, Allohni ko'p eslaymiz. Qanday qilib la ilaha illallohni aytgan odam gunoh qiladi endi azizlar?
Gunohlardan ham shuni ko'p aytib yurgan odam tiyiladi, modomiki uni yurakdan aytsa. Yurakdan aytish degani bu o'sha ketar mahalda tilga keltirishga sabab qiladi degan. Ajib bir hikoya. Aqidadan talabalarga dars beradigan bir shayx bor ekanlar. U kishi ularga la ilaha illallohni sharhlab tushuntirardilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam o'z ashablariga o'rgatgan aqidani hayotlardan namunalar keltirardilar. Shayx shuningdek qushlar, mushuklarni boqishni xo'p yaxshi ko'rar ekan. Kunlarning birida shogirdlardan biri ustoziga to'tiqush hadya qilibdi. Shayxga u juda yoqib qolibdi. Uni doim yonida olib yurib, o'zlari ham ko'p qaytarganliklari va darslarda ham doimo la ilaha illalloh haqida gapiraverganlaridan tuni kun shuni aytilganligi uchun to'ti bu so'zni yodlab olibdi. Sayrash o'rniga la ilaha illalloh deb sayrar ekan. Bilasizki, to'ti eshitgan narsani yodlab oladi. To'ti qachon bo'lsa shu gapni aytadigan bo'libdi. Hamma ko'rganlar qoyil qolib lol bo'lib yurar ekanlar. Bir kuni talabalar darsga kelsalar, shayx yig'lab o'tirgan ekanlar. Hayron bo'lib, ustoz nega yig'layapsiz dedilar. Shunda mushuklarim to'tiga hujum qilib, to'timni yeb qo'yishdi, o'ldirib qo'yishdi dedi. Shogirdlar hayron bo'lib, shunga shunchami ustoz, biz sizga yana to'ti topib beramiz, yana to'ti hadya qilamiz, siqilmang deyishdilar. Ustoz ularga qarab, bunga siqilmayapman. Mushuklar to'tiga hujum qilishganda jon talvasasida faqat chirqiradi. Vaholanki to'ti har qanday holatda kuni tun la ilaha illalloh derdi. Mushukning hujumidan aqlini yo'qotdi. La ilaha illalloh esiga kelmadi dedi. Faqat qichqirdi. Sababini bilasizmi dedi shogirdlarga qarab. Chunki u bu lafzlarni faqat tili bilan aytardi, qalbi bilan aytmas edi. Qalbi bunga o'rganmagan, uni his etmas edi. Bu gapni aytib ustoz bir oz sukutdan so'ng so'zini davom etdi. Biz ham shu to'ti kabi bo'lishimizdan qo'rqaman. Hayotda yashab la ilaha illallohni takror tilda aytsak-da, o'lim kelganda yodimizdan chiqarib, qalbimiz uni tanimagani uchun esimizga keltira olmasakchi deb qo'rqib yig'layapman degan ekanlar. Talabalar bu voqeadan ta'sirlanib ustozlari bilan birga qo'shilib yig'lashdilar. Ha azizlar, modomiki bu kalimani aytar ekanmiz, qalbimizla aytmasak xuddi to'ti kabi bo'lib qolamiz. Ketar vaqtimizda la ilaha illallohni aytishlikni nasib qilsin deb duo qilganimizda bu kalimani qalbimizni tub-tubiga joylayapmizmi yoki yo'qmi mulohaza qilib qo'yaylik. Azizlar, agar biz la ilaha illalloh kalimasini dunyodan o'tayotganimizda eng oxirgi kalima shu bo'lishini xohlasak va ushbu kalimamiz tufayli jannatga kirishlikni orzu qilsak, albatta amal ham bo'lmoqligi kerak ekan azizlar. Oxirida ham bu kalimani aytishimiz oson bo'lar ekan. Bir hikoya keltiradilar. Abu Zur'a Rozi rahmatullohi alayhining bu dunyodan ketar vaqtlari yaqinlashganda shogirdlari Abu Hotim Rozi va Muhammad ibn Muslim rahmatullohi alayhimolar qilgan ishni yozadilar. Bu ikki shogird Abu Zur'a rahmatullohi alayhining oldilariga kirib qarasalar jon beryaptilar. Ustozidan o'zi hadisda darsini olgan u ustoziga qarab la ilaha illalloh deng deb aytgani xijolat bo'lyaptilar. Oxirgi kalimasi shu kalima bo'lsa ustozimiz jannatga kirardi deb o'ylayapti-da, ammo lekin o'sha gapni ayta olmayapti. Hadeb ustozini oldida o'tirib mana shu kalimani qaytargani hayo qilishyapti. Shunda ular bir narsa o'ylashdi. Go'yoki ustozlariga dars topshirayotgandek o'zlarini holatga qo'yib, shogirdlardan birlari ustozning oldiga kelib o'tirdi-da, hadisni rivoyat qila boshladi. Menga Zahhok ibn Mahlat Abdulhamid ibn Ja'fardan rivoyat qilgan edi. U esa Solih dedi-da, u yog'ini ayta olmasdan yig'lab yubordi. Chunki Abu Zur'a rahmatullohi alayhining holi qiyin ahvolda edi. Shogird faqat shu yergacha o'qiy oldi-da, hadisni u yog'ini ayta olmadi. Buni ko'rgan ikkinchi shogird aytishlikka jur'at qildi. O'sha hadisni ustoziga boshqatdan aytib berdi. Keyingi navbat Abu Xotimga keldi. Ustoziga qarab bundor aytgan. Bundorga esa Abu Osim Abdulhamid ibn Ja'far aytgan. Unga esa Solih dedi-da, yana sherigidek to'xtab qoldi va yig'lab yubordi. Jon berar holatida turgan buyuk muhaddis Abu Zur'a rahmatullohi alayhi shogirdlariga qarab o'tirishimga yordam beringlar dedi. O'tirgizishdi. O'zini tutib qomatini tiklab oldi-da, ular ayta olmayotgan hadisni o'zlari davom ettirdilar. Bizga bundor aytgan. Unga Abu Osim Abdulhamid ibn Ja'fardan rivoyat qilgan. U Solih ibn Abu G'aribdan, u esa Kasir ibn Murra Hazramiydan, u Muoz ibn Jabaldan rivoyat qiladilar. Rasulimiz alayhi salatu vasallam shunday dedilar:
kimning oxirgi gapi la ilaha illalloh dedi-yu, o'sha Allohning h harfini aytishida qorindan chiquvchi havo oqimi bilan birga muborak ruh ham chiqib ketdi. Alloh rahmat qilsin. Dar haqiqat u zotning oxirgi gapi la ilaha illalloh bo'ldi. Butun umr shu muborak kalimaga sadoqat bilan hayot kechirgan, butun umr shu kalimani shogirdlariga o'rgatib va shunga amal qilgan zot bu dunyodan o'tishlikda tavhid kalimasi ila olamdan o'tdilar. Xulosa shuki azizlar, agar biz aytgan gapimizga amal qilib hayot kechirsak, modomiki Allohdan boshqa iloh yo'q deb Allohdan qo'rqib, yaxshi amallar qilib bu kalimani qalbimizga jo qilib yashar ekanmiz, inshaalloh oxirgi so'zimiz la ilaha illalloh bo'lgay. Allohim bizlarga husni xotim bergin. Bizlarning eng oxirgi kalimamiz la ilaha illalloh bo'lishligini nasib qilgin. Muftiy Nuriddin domla hazratlari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Muhtaram azizlar, aziz muxlislar, jannat sizga muborak deb atalgan turkum suhbatlarimizni davom ettiramiz. Ha azizlar, Alloh hammamizni jannatida mehmon aylasin deb umid qilib, qaysi amallar bizni jannat tomon yetaklarkan deb jannat yo'lini qidirib, jannatga oson borish yo'llarini o'rgatgan payg'ambarimiz alayhissalomga salovat va salomlar aytib, u zotning mana shu haqida aytgan hadislarini o'rganishni davom etamiz. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilar: Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahhalallohu lahu tariqan ilal jannah." Ya'ni payg'ambarimiz alayhissalom shunday dedilar: Kim ilm talab qilish yo'liga tushsa, Alloh unga jannatni yo'lini yengillashtiradi dedilar. Buyuk vatandoshimiz Imom Termiziy rivoyat qilganlar. Ha azizlar, jannat tomon yetaklaydigan va jannat yo'lini eng oson qiladigan amallardan bittasi bu ilm izlamoq ekan. Ana endi bu hadisni eshitayotgan har bir tolibi ilm ertaman ilm izlashlik uchun uyidan chiqib ketayotganda agar shu hadisni qalblariga joylasa edi va har bir muallim va muallimalar ilm o'qimoqlik jannatning yo'liga yetaklamoqlik ekan degan holatda tursa, inshaalloh qanchalik darajada biz ushbu hadisdan o'zimizga manfaat olgan bo'lamiz. Bu hadisni sharhida quyidagi hikoyani keltiradilar. Qays ibn Kasir aytadi: Men Abu Dardo bilan birga Damashq masjidida o'tirgan edim. Abu Dardo buyuk sahoba bo'ladilar. Bir kishi kelib: "Ey Abu Dardo, men sizni huzuringizga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yurtlari Madinadan keldim. Menga yetib kelishicha siz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan bir hadis rivoyat qilgan ekansiz. O'sha hadisni eshitgani keldim" dedi. Abu Dardo radhiyallohu anhu: "Seni bu yerga tijorat olib keldimi?" dedilar. U kishi "Yo'q" dedi. "Bo'lmasam boshqa narsa olib keldimi?" dedi. "Yo'q, bu savollar kelgan kishining niyati va maqsadini bilish uchun berilgan edi. Ya'ni sen shuncha yo'l bosib o'sha Madinadek joydan Damashqqa qarab kelibsan, tijorat olib keldimi yoki boshqa narsami deb so'rayaptilar. Yo'q deganlardan keyin Abu Dardo radhiyallohu anhu u kishiga izlagan hadisni rivoyat qilib berdilar. Aytdilarki, kim ilm talab qilish yo'liga yursa, Alloh unga jannat yo'lini oson qilib qo'yadi. Albatta farishtalar tolibi ilmni rozi qilish uchun qanotlarini qo'yadi. Albatta olimga osmondagi zotlar, yerdagi zotlar, hatto suvdagi baliqlar ham istig'for aytadi. Olimni obiddan fazilati xuddi oyning boshqa yulduzlardan fazliga o'xshaydi. Albatta olimlar payg'ambarlarning merosxo'rlaridir. Albatta payg'ambarlar dinorni ham, dirhamni ham meros qoldirmaganlar. Albatta ular ilmni meros qoldirganlar. Kim o'shani olsa, ulug' nasibani olibdi deganlarini eshitdim dedilar. Ya'ni mana shu hadisni Abu Dardo radhiyallohu anhu rivoyat qilgan ekanlar va buni o'sha uzoq yo'ldan kelgan bir musulmonga o'rgatib qo'ydilar. Ya'ni bu hadisdan ko'rinib turgandek, shuncha yo'l bosib kelgan zotga Abu Dardo radhiyallohu anhu ning o'rgatgan
hadislari, ya'ni Rasulimiz alayhisolatu vasallamning ko'rsatmalari biz yuqoridagi aytgan hadisga o'xshash ilm talab qilib chiqqan odamga jannat yo'lini oson bo'lishligi, tolibi ilmlarga farishtalar qanotini ochib turishligi va bularga ilm o'rgatayotgan olimlarga esa osmon yerdagi zotlar, hatto suvdagi baliqlar ham istiqbol aytishini aytdilar. Albatta olimlar boshqalardan ko'ra eng fazilatli ekanligini o'rgatgan hadisni targ'ib qildilar. Azizlar, ilm olishga bundan ortiq yana qanaqa targ'ib kerak? Bugun ilm olishni malol olayotgan, ilmga uncha e'tibor bermayotgan farzandlarimiz, azizlarimiz bir quloq tutsa edi, siz ilm olib o'zingizga manfaat yetkazishlik bilan birga siz jannat yo'lini yengillashtirayotganingizni doim his qilmoqligingiz kerak. Ba'zan dars berishlikda, muallimlikda qiynalayotgan ustozlar bu mashaqqatli kasbni qilishlikda turli qiyinchilikni boshdan o'tkazadilar. U ilm xoh maktabda bo'lsin, xoh madrasada bo'lsin, farqi yo'q azizlar. Hamma ilm bir ilm. Agarki mana shunday matonat bilan turib dars berayotgan bo'lsalar, ilm o'rgatayotgan bo'lsalar, u olimlarga osmon va yerdagi zotlar, hatto suvdagi baliqlar ham istighfor aytadi. Mana bu hadisni qalbingizga joylab olib, dars berishlikda yana ham e'tiborli bo'lishligingizni umid qilib qolamiz aziz ustozlar. Ilm shunday ulug' fazilatki, u insonlarni jaholat zulmatidan nurga olib chiqadi. Bu nur ularni hayotlarini yoritadi, ularni hidoyatga boshlaydi. Ilm mo'min kishini dunyodan jannatgacha bo'lgan safarida qaysi yo'ldan yursa, jannatga tez va oson yetib borish yo'llarini o'rgatadi va uni jannat tomon yetaklaydi. Ilmga targ'ib qilish uchun bundan ortiq targ'ib yo'q azizlar. Har bir insonning oliy maqsadi jannat. Jannatga erishish uchun u har narsa, har qanday qiyinchiliklarga tayyor. Ilm talab qilish esa jannatning yo'liga tushishdir. Ilm yo'li bilan borgan odam oxiri jannatning eshigi oldidan chiqar ekan. Ilm xuddi suzishga o'xshaydi azizlar. Suzgan odam qirg'oqqa chiqib oladi. Suzishni bilgan odam cho'kmaydi. Ammo suzishni bilmagan esa jaholat botqog'iga cho'kib halok bo'ladi. Ilm insonni hosil qiladigan fazilatlar orasida eng ulug'idir. Ilmli inson dunyodagi eng katta boylikka ega bo'lgan kishi bo'ladi. Johil esa, ya'ni ilmsiz esa juda ko'p yaxshiliklardan mahrum bo'lgan kishi bo'ladi. Ilmni boy bergan kishi juda ham ko'p narsani yo'qotgan bo'ladi, hech narsaga erisha olmaydi, ammo ilmga yetishgan kishi esa hech narsani yo'qotmaydi. Vaqtini isrof qilmagan bo'ladi, umrini isrof qilmagan bo'ladi va eng asosiysi shu ilmi tufayli jannat tomon intilgan bo'ladi. Al-Alim Alloh taoloning go'zal ismlaridan biri. Qur'oni Karimda Alloh taolo "Estaizu billah va qurra bizinni ilma", Robbim ilmni ziyoda qilgin degin deydi. Demak, mana shu ilmda ziyodaligini Allohdan so'rash kerak. Azizlar, ilm bizni jannat tomon yetaklashlik bilan birga ilm olish farz. Ibn Majah rivoyat qilgan hadisda Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytadilar, payg'ambarimiz alayhissalom marhamat qildilar: "Talabul ilm faridatun ala kulli muslim." Ilm talab qilishlik har bir musulmonga farz dedilar. Demak, hammamiz ilm talab qilishlikka mas'ul ekanmiz. Qur'oni Karimda 779 marta ilm haqida so'z kelgan. Ya'ni soddaroq qilib aytsak, bu raqam taxminan har bir surada 7 martaga to'g'ri keladi. 100 dan ortiq hadislarda ilm olishlikka targ'ib qilingan. Shuni o'zi ham islom ilm va ma'rifat dini ekanligiga ishora beradi. Aslini olib qaraganda ilm bu juda katta mavzu bo'lib, uni fazilatini bitta maqola yoki bitta majlisda yoki bitta suhbatda batafsil bayon qila olmaymiz. Agar biz ilm haqida batafsil gapirmoqchi bo'lsak azizlar, u alohida bir mavzu. Inshaalloh Alloh nasib qilsa ilm haqida alohida to'xtalamiz. Ammo bugun siz bilan biz jannatga olib boradigan amallar haqida gaplashyapmiz. Va buning ichida ilmni borligi bizni quvontiryapti. Ana shuning uchun ham yoshlarimiz ilmga intilaylik. Ko'pchilik hozir savol berishi mumkin. Demak, qaysi ilm bu? Diniymi, dunyoviymi? Siz yuqorida hadisni eshitdingiz. Agar bu faqat diniy ilm bo'lganda payg'ambarimiz alayhisalom so'zlarida uni albatta qo'shardilar. Chunki dinga taalluqli bo'lgan ilmlarda alohida ta'kidlangan hadislar bor. Ya'ni masalan payg'ambarimiz alayhisalom aytadilar: "Xayrukum man ta'allamal Qur'an va 'allamahu." Sizlarning eng yaxshilaringiz Qur'on ta'lim olgan va uni o'rgatganlar deb aytadilar. Mana bu joyda xos Qur'on uchun yoki fiqh haqida aytgan hadislari bor. Ammo mana bu hadis yoki ilm farz to'g'risidagi aytilgan hadis bu umumiy hamma ilmlarga kelgan. Faqatgina uni chin yurakdan o'rganish kerak.
Bizda azizlar, islomda ilm foydali va foydasiz ilmga bo'linadi. Dunyoviy, diniy deyilmaydi. Ilm foydali bo'ladi yoki foydasiz bo'ladi. Foydali ilm dunyo va oxiratimizga manfaat yetkazadigan hamma ilm foydali. İnsanların zarariga ishlaydigan sehr, jodu kabi ilmlar bu manfaatsiz ilmlar. Shuning uchun Payg'ambarimiz alayhisalom bunday ilmlardan panoh so'rab duo qilarkanlar. Allohumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' deyarkanlar. Manfaat bermaydigan ilmdan panoh so'rayman deyarkanlar. Manfaatlik ilm so'rarkanlar. Allohumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan deyarkanlar. Allohim sendan foydali ilm, pokiza rizq va qabul bo'ladigan amalni so'rayman deb duo qilarkanlar. Demak, duoda ilmni manfaatligini so'raymiz va manfaatsiz ilmdan panoh so'raymiz. Shuning uchun jannatni izlayotgan har bir musulmon ilm tomon harakat qilmoqligi kerak. Talabalarimizga, tolibi ilmlarimizga jannat yo'lini Alloh yengil qilgan bo'lsin. Muftiy Nuriddin domla hazratlari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar, aziz muxlislarimiz, siz azizlar bilan jannat sizga muborak deb atalmish turkum suhbatlarimizni davom ettiramiz. Bugun siz azizlar bilan jannatga sabab bo'ladigan go'zal bir amal haqida gaplashamiz. Buni qilishlik uchun hammamizda imkoniyatimiz bor, agar modomiki o'sha jannatga sabab bo'lgan zot uyimizda hayot bo'lsalar. Bugun onaning rizoligi ila jannatga kirib olish haqida suhbatlashamiz azizlar. Ona rozi bo'lar ekan, ona farzandini haqqiga duo qilib turar ekan, demak u farzand inshaalloh jannatiylar qatoridan bo'ladi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam davrlarida Jahima degan bir sahoba Rasulimiz alayhisolatu vasallamning oldilariga keldilar. Kelib aytdilarki, ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, men siz bilan birga g'azotga chiqmoqchiman. Ya'ni sizni himoyangizda, sizni xizmatingizda, siz bilan birga dushman bilan urushaman deb kelyaptilar. Katta jasorat bu. Jonini tikib, hayotini tikib Rasulimiz alayhisolamning oldilariga kelyaptilar. Va aytdilarki, mana shu haqida siz bilan maslahatlashmoqchiman, nima qilay degan edilar. Rasulimiz alayhisalom unga qarab savol berdilar. Hallaka min onang bormi dedilar. Onang hayotmi dedilar. Naam ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ha, onam hayotlar. Fa alzimha fa innal janna tahta rijlayha. Unday bo'lsa onangni xizmatida bo'lgin. Jannat o'sha onangning oyoqlari ostidadir deb marhamat qildilar. Ha azizlar, jannat onaning rizoligi ostida. Modomiki onani rozi qilar ekanmiz, ana shunda biz jannatga kirish imkoniyatini topamiz. Bugun esa biz onamiz hayotlik davrlarida jannatdan bir darvoza ekanligini unutdik. Ehtimol kimlardir unumli foydalanayotgan bo'lsa, Allohim siz azizlarga jannat muborak bo'lsin. Ammo onasi hayot bo'lib, uning duosini ola olmayotgan, uni rozi qila olmayotgan, mana shu ishdan g'aflatda o'tayotganlarimiz bo'lsa, bugun Alloh bizni kechirsin. Qarang, hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga jang qilishlikdan qaytarib, Rasulimiz alayhisalom onangni xizmatini qil, shu senga jannat deb turibdilar. Bizlar esa jannatni boshqa joylardan izlab, ba'zan hozir yoshlarimizni hayron qolamiz, jannatni urush o'choqlaridan izlayotgan ekan. Men mana bu joyga borib urushsam jannatiy bo'laman ekan deb ketyapti-yu, ammo uyda ona yig'lab qolyapti. Ey birodar, jannat uyingizda, uni duosini oling, uni rozi qiling. Inshaalloh siz sahobalar yo'lida Rasulimiz alayhisalomning maslahatlarida bo'lasiz. Axir Imom Buxoriyda rivoyat qilingan mashhur hadis bor. Qayta eshitsak ham nega yurakdan amal qila olmaymiz? Ya'ni Rasulimiz alayhisolatu vasallamdan men abarru, kimga yaxshilik qilay deb so'raganlarida onangga, yana onangga deb 3 marta onani aytganliklari va 4-chisida otangga deganliklari haqidagi hadisni hammamiz bilamiz-ku. Ona birinchi navbatda rozi qilishlikka loyiq zot ekanlar. Chunki butun hayotini, butun vujudini sizga bergan bu mushtipar ona keksayganda sizdan ozgina bo'lsa ham e'tibor kutadilar, mehr kutadilar.
O'ylamang birodar, hech qachon onangiz sizni qiynalishingizni xohlamaydi. Agar onangiz bolam meni qornim to'qda deyotgan bo'lsa, yolg'on gapiryaptilar. Demak, onangizni qorni to'ymagan. Onajon sizga kiyim olib beraymi desangiz, onangiz bolam shuncha kiyimim bor-ku deyotgan bo'lsalar, demak onangiz sizni qiynalishingizni xohlamayaptilar. Ona shunday ulug' zot ekan, o'zingiz harakat qilib rizoligini oling. Qur'onda sura-i Maryamda shunday deydi: Meni volidamga mehribon qildi va jabr istam qilguvchi badbaxt qilmadi. Oyati karima Iso alayhisalomning o'z onasiga bo'lgan mehribonchiligi haqida ketyapti azizlar. Demak, payg'ambar alayhisalomdek zot onaga mehribonchilik qilishlikni o'rgatar ekan, biz ham bundan o'rnak olmoqligimiz kerak. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu davrlarida bo'lgan bir voqea, bir sahobaning hayoti bizga juda katta namuna. Modomiki bugun biz bu jannatga kirish haqida gaplashar ekanmiz, bu sahobani eslab o'tishimiz ayni muddao bo'lardi. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu ning davrlarida xurmo daraxti birdan qimmat bo'lib ketdi. Kichkinagina xurmo daraxti 1000 dirham bo'lib qoldi. 1000 dirham bu katta mablag'. Xurmo esa arab oilalarining asosiy daromadi, tirikchilik manbai hisoblanadi. Xurmosini yeydilar, sotadilar. O'sha davrda yashayotgan buyuk sahobalardan birlari Usoma radhiyallohu anhu ning uyida bir dona xurmosi bor edi. O'shundan tirikchilik qilar, hayotini o'tkazar edi. Bir kuni Usomaning onasi Usomaga qarab, "Bolam, mana jummor yegim kelyapti-da" deb qoldilar. Jummor bu xurmo daraxtining tanasini eng o'rtasida bo'lib, o'sha jummorni olishlik uchun xurmoni kesish kerak. Ya'ni bitta xurmodan ayrilish kerak. Usoma onasiga qarab, "Bu nima havas? Bu nima orzu onajon? O'zi uyda bir dona xurmoyingiz bo'lsa, hozir endi shuni kesib ichidan sizga jummorni olib beramanmi? Axir bolam chaqam bor, mana shundan tirikchilik qilyapmiz, u qanday degan gap? Boshqa narsa yesangiz bo'lmaydimi?" degan gapni gapirmadi. Usoma nima qildi? Hatto onasidan ikkinchi marta ham bu gapni eshitishlikka fursat bermadi. "Bolam, jummor yegim kelyapti" deyishi bilanoq, "Xo'p onajon" dedi. O'rlaridan turdi-da, hech ikkilanmasdan uyida yagona tirikchilik manbai bo'lgan xurmoni shundoq kesdi-da, uning orasidan jummorini chiqarib, "Mana onajon, yeng" dedi. Buni ko'rganlar hayron bo'lib, "Ey Usoma, bu nima qilganing? Axir onangga aytsang bo'lardi-ku, o'zi bir dona xurmo bo'lsa, bu ham 1000 dirhamlik xurmo, shuni kesib onangga shu jummorini olib berishing shartmidi?" degan gaplarni gapirgan edi. Usoma ularga qarab, "Nima deyapsizlar? Onamni jummor yegalari kepti, men bir xurmoni kesib berdim. Allohga qasamki, agar menga onam Usoma joningni ber desa, ikkilanmasdan jonimni bergan bo'lardim" degan ekanlar. Ha azizlar, biz esa ba'zida onamiz nima yeyishini, nima istagi borligini ham so'ramaymiz. Har kuni ulfatchilikda, har kuni choyxonada ulfatlaringiz bilan mazza qilib oshxo'rlik qilayotganingizda, eng nodir, noyob taomlarni olib kelib bolangizni oldiga to'shab qo'yayotganingizda, ayolingizga termilib, "Onasi, nima xohlaysan? Hamma narsani senga muhayyo qilaman" deyotganingizda, uyingizni bir chekkasida o'tirgan mushtipar onangizga ham bir qarab qo'ying birodar. Yoki ukangiz bilan yoki akangiz bilan yashab, siz uyingizni alohida qilib chiqib ketgan bo'lsangiz, darvozaga termilib, "Bugun mana shu bolam ham meni oldimga kelarmikin" deb umidla darvoza tomonga tikilib turgan onangizni ham eslab qo'ying. Jannatni xohlaysizmi? Unda boring, shu darvozani oching. Jannatda payg'ambarimiz alayhisalom bilan birga suhbat qilishni xohlaysizmi? Onangiz bilan suhbat qiling hayotligida. Toki onangiz sizga "Bolam, ilohim jannatda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bilan birga bo'lgin" deb duo qilsinlarki, onaning duosi mustajab. Qiyomatda Rasulimiz alayhisolatu vasallam bilan ko'rishganingizda, "Onamning duosi bilan sizni oldingizga keldim, ey sarvari koinot" deya oling. Afsuslar bo'lsin. Afsuslar bo'lsin. Onamizdan qachon xabar olganimizni ham bilmay qolamiz. Ramazon kirib chiqib ketyapti. Usoma onasiga bir dona xurmosini kesib jummor bergan ekan. Siz onangizga xurmo ko'tarib bordingizmi? Nima yegisi kelayotganini biror marta so'radingizmi? Internetda turli ovqatlarni ko'rsatib, o'rtoqlaringiz bilan tog'larda o'tirganingizda hammaga e'lon qilib internetga joylayotganingizda, nahotki siz huzur qilib yeyayotgan taomingizdan onangizga ilinmadingiz?
10 daqiqalik maishat, do'stingizni ko'nglini olishingiz kerak-da. Onangiz aytsaki, bolam, bugun men bilan o'tirgin, bugun sen bilan taom yegim keldi desa, ona, do'stlarimga va'da qilib qo'yganman-da, to'g'ri tushuning deb aytasiz. Do'stlarni rozi qilishingiz kerak-da. Lekin Hasan al-Basri rahmatullohi alayhiga bir yigit bergan savoli bor. Buni eshiting-a. Hasan Basri rahmatullohi alayhi mo'min musulmonlarga dars halqalarini tashkil qilardilar. Qur'ondan, hadisdan dars o'tardilar. Mana shu halqada o'tirgan biri Hasan al-Basri rahmatullohi alayhiga savol berib qoldilar. Ey Abu Said dedilar. Men Qur'on halqasiga kelaman, ya'ni Qur'on ilmini o'rgangani shu yerda o'tiribman. Ammo onamning odatlari bor. Onam uyda ovqat qiladilarda, ovqatni yemasdan meni kutib o'tiradilar. Qaysinisini qilganim yaxshi? Onamni oldiga ovqatga bormasdan shu yerda darsda o'tirib, shu halqada bahramand bo'lganim men uchun durustmi yoki onamni oldiga borganimmi dedi. Tasavvur qiling azizlar, siz bilan biz hozir ulfatchilikdan kecha olmayapmiz, lekin bu yerdagi savol Qur'on darsidan bo'lyapti. Hasan al-Basri rahmatullohi alayhi unga shunday javob berdilar. Men uchun seni borib onang bilan birga taom yeyishliging nafl haj qilishligingdan yaxshiroq. Bir marta haj qilgan odamning bo'ynidan farzi ketadi, ikkinchisi nafl hisoblanadi. Sen yana bir marta hajga borib Baytulloh atrofida taof qilib labbaykani aytib Arafot va Minoda turganingdan ko'ra onang bilan taom yeyishliging menga yaxshiroq deb javob berdi-da azizlar. Onangiz bilan oxirgi marta qachon taom yeganingizni bir eslab qo'ying birodar. Ona bilan taom yeganimizda odatda doim shoshilamiz. Onangiz ertalab o'qishga ketasizmi, ishga ketasizmi, hatto siz oilalik bo'lsangiz ham sizni ertalab taomlanib chiqib ketishligingizdan tashvishda turadilar. Ba'zan esa shirin taomlar bo'lganda ona mehribon ekanda, o'sha taomdan ozgina olib bildirmasdan bu yoqqa qo'yib qo'yadi. Ikkita o'g'li bilan o'tirgan bo'lsa, uchinchisiga olib qo'yadi. Bu yoqdagilar sal jahllar qiladi. Ha, endi ko'chada yuribdi-da. Mayli, ko'chada yursa ham kelganda yeyar deydi ona bechora. O'sha bolamga olib qo'yatsam bu yerda turganlariga malol kelmasin deb o'zi yemasdan o'zini ulushini olib qo'yadi. Siz esa kelib, bolam ovqat yeysanmi desa, ko'chada ovqatlanib keldim deysiz. Ko'ngil uchun birga o'tirib ovqatlanib qo'ymaysiz. Ha, onajon, yeyman, keling o'tiring. Ammo bitta shartim bor, birga yeysiz. Siz yesangiz men ham yeyman deb o'tirib, o'zingiz ozroq yeb, ko'prog'ini onangizga yegizsangiz edi, jannatga kirish yo'llarini ochgan bo'lardingiz. Ha azizlar, ona g'animat. Bugun biz siz bilan onaning rozi qilish va onaning duosi bilan jannatga kirish haqida gaplashar ekanmiz. Bu imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Bir kuni bir odam kelib mendan bir narsani so'radiki, butun vujudim titradi. Domla menga bir duo yozib bering dedilar. Qanday duo ekan dedim. Bir duo yozingki, shu duoni o'qib uxlasam tushimda onamni ko'ray dedilar. Onamni sog'indim. Juda sog'indim. Lekin ko'ra olmayapman. Hatto tushimda ham ko'ra olmayapman. Iltimos domla deb ko'zidan shunday yosh oqyaptiki, men unga qarab yig'layapman. Birodarim, u duoni men ham izlayotganlardanman. Lekin bugun onasi tirik bo'lganlar esa onani ko'rishdan bebahra. Azizlar, jannat sizga muborak bo'lsin agar onangizni rozi qilgan bo'lsangiz. Onasi hayotlar, bugunoq onangiz bilan birga taomlaning. Bugunoq onangizni bag'ringizga bosing-da, uning hidlarini to'yib hidlang. Keyin topolmay qolasiz. Validalarimizni Alloh rahmat qilsin, joylarini jannatdan qilsin, hayot bo'lib turganlarini esa salomat qilsin. Xonadonimizni ko'rki, duogo'yi bo'lsin. Barcha onalarimizni Alloh o'zi salomat aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muftiy Nuriddin domla hazratlari. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Muhtaram azizlar, jannat sizga muborak deb atalmish turkum suhbatlarimizni davom ettiramiz. Azizlar, o'tgangi suhbatimizda onani rozi qilishlik orqasidan jannatga kirish imkoniyatlari haqida gaplashgan edik. Ha, onani buyuk zot ekanligi, oyoqlari ostida jannat ekanligini
rozi qilganlar albatta jannatga kirishligi haqida gaplashib, juda ham ko'p volida-i muhtaramalarni ko'ngillarini ko'tarib, farzandlarni esa bu xizmatda ogoh qilgan bo'ldik. Chunki siz bilan biz jannatga kirish yo'llari haqida gaplashyapmiz. Bugun esa azizlar, yana bir jannatga olib kirish yo'llarini sababchisi bo'lgan ota haqida gaplashamiz. Nega endi otani endi gapiryapsiz deyotgan bo'lsangiz, Rasulimiz alayhissalom 3 marotaba onaga deb keyin otaga deganliklari uchun ham biz avval onani gapiraylik, keyin ota haqida gaplashamiz deb o'yladik. Ha azizlar, otalar haqida odatda juda kam gaplashamiz ekan. Onalarni ko'p gapiramiz, onalar haqida she'rlar yozamiz, onalar haqida baytlar bitamiz, lekin ota haqida kamroq. Ota ona kabi hadeb bolasiga o'zini mehrini ham ko'rsatavermas ekan. Hadeb bolasiga muhabbatini ham aytavermas ekan. Kamdan kam holatda bolasini bag'riga bosib, peshonasi yuzlaridan o'parkan. Ona esa har soatda bolasini bag'riga bosarkan, har safar peshonasidan o'pib, "Men seni yaxshi ko'raman" deyaverar ekan. Ba'zan bolalar otam ham meni onamdek yaxshi ko'rarmikin deb o'ylanib qolar ekan. Otangiz sizni qay darajada yaxshi ko'rishligini bilmoqchi bo'lsangiz, bolangizga qilgan muhabbatingizdan topasiz. O'zingiz bolangizga qay darajada mehr ko'rsatyapsiz? Bolangizga ozgina bemorlik kelsa kechasi uxlay olmayapsizmi? Otangizni eslang. Otangiz ham xuddi shunday, balki bundan ziyodaroq bo'lganlar. Ota ham sizni jannatga kirishga sababchi bo'ladigan zot ekan. Abu Dardo radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilar: "Al-walidu awsatu abwabil janna, fa in shi'ta fa'di' zalikal bab aw ihfazhu" dedilar. Imom Termiziy rivoyat qildi. Ya'ni Rasulimiz alayhisalom aytibdilarki, ota jannat darvozalaridan o'rtasidir. Jannatning bir nechta darvozasi bo'lsa, ana o'shaning o'rta darvozasi bu otadir deyaptilar. O'rtalik bu eng yaxshi narsa islomda, chunki payg'ambarimiz alayhisalom xoyrul umuri awsatuha, hamma narsani o'rtasi yaxshi deganlar. Ummatni o'rta ummat ekanligini ham Qur'onda Alloh bayon qilgan. Jannat darvozalarining ichida ham eng yaxshisi bu o'rta darvoza ekan. Mana shu o'rta darvozani otaga qiyoslayapti payg'ambarimiz alayhisalom. Otang hayotligida xohlasang jannat darvozasini ehtiyot qilgin, xohlasang uni zoya qilgin. Ya'ni xohlasang kirib olgin, xohlasang yuzingga qarshi yopib olgin deyaptilar. Ha azizlar, uyingizda otangiz hayot bo'lsa, bilingki sizning uyingizda jannatning o'rta darvozasi turibdi. Bu darvozani ochib kirib oling. Ona bir darvoza, ota bir darvoza. Ular hayotligida bu darvozadan kirib olish kerak. Ulug' zotlardan bittasi onasi olamdan o'tganda darvoza oldida yig'lab turgan ekanlar. Odamlar kelib hayron bo'lib, "Ey shayximiz, allomamiz, ustozimiz, axir o'zingiz o'limda yig'lamaslikka, musibatga sabr qilishlikka chaqirar edingiz-ku. Yig'layapsizmi?" dedilar. Onasidan ayrilgan zot ularga qarab, "Ha, yig'layapman. Yig'layapman. Qandoq yig'lamayki, bugun meni uyimda jannat darvozasi berkilib qoldi" degan ekanlar. Uyingizda jannat darvozasi ochiq turgan mahalda buni ochib kirib oling. Ertaga berkilib qolsa uni qaytib ocha olmaysiz. Ota mana shunday jannatning eng go'zal darvozalaridan biri. Otangizni rozi qilishga harakat qiling. Axir ota siz uchun o'zini hayotini fido qiladi. Bolam yesin deydi, bolam kiysin deydi, nimaiki bo'lsa sizga ilinadi. Faqatgina otangiz hadeb sizga sizni yaxshi ko'rishligi-yu, sizni sevishligini aytmaydi-da. Ammo otangiz shu qadar sizni yaxshi ko'radiki, siz uchun hamma narsaga tayyor. Ba'zan otam meni sog'inyapti, otam meni ko'rgisi kelyapti deb o'ylamaymiz. Otangiz sizni ko'rgisi keladi. Otangizni xizmatida bo'ling, ularning duolarini oling. Bugun men siz azizlarga jannat darvozasi bo'lgan otalar haqida gapirar ekanman. Hazrati Umar radhiyallohu anhu davrida bo'lgan bir voqeani aytmasdan ketishlikni lozim topmadim. Bu shu voqeaki arab tilida mav'iza qiluvchi har qanday voiz borki, ota haqida gapirganda ko'pincha mana shu hikoyani aytib o'tadilar. Men ham sizlarga buni ilindim azizlar. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning buyuk sahobasi Hazrati Umar radhiyallohu anhuning davrida bo'lgan voqea. Hazrati Umar radhiyallohu anhuning davrlarida Madina-i Munawvarada hijrat qilib kelib yashayotgan sahobalardan biri Umayya radhiyallohu anhu va uning o'g'li Kilob haqidagi hikoyadir bu.
Umayyaning yolg'iz o'g'li bo'lib, uning ismi Kilob edi. O'g'lini yaxshi ko'rar. Mana shu o'g'li har kuni ota-onasining xizmatida muntazir, ularni rozi qilishlikka harakat qilar, ularning ko'nglini olishlikka ko'p xizmat qilardi. Bir kuni Kilob o'zi tengdosh o'rtoqlari, do'stlarini ko'rdi. Ular unga faxr bilan aytardilar-ki, biz jihodga boramiz, sen esa ota-onangning oldida turaverasanmi? Yur biz bilan degan gaplarni qayta-qayta aytdilar. Oxiri Kilob ham borib, Hazrat Umar radhiyallohu anhuga meni ham bular bilan birga urushga yuboring dedilar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu unga qarab, otang hayotmi dedilar. Ha, otangdan rozilik ol dedilar. Qarang, bir dona askarga muhtojlik bir paytda bo'lsa ham otangning roziligini ol deyapti. Kechirasizlar, o'rni bo'lmasa ham aytib o'taman. Bugun esa ba'zi birlar otangizdan ruxsat olmasdan bo'lsa ham siz jihodga chiqing degan gapni gapiryapti. Holbuki hozir bunday holat yo'q bo'lsa ham. Mayli, keling hikoyamizga qaytaylik. Kilob otasi Umayyani oldiga borib, Hazrat Umar radhiyallohu anhu ruxsat berganligini aytib, qayta-qayta so'radi. Hali u tomoniga o'tib, hali bu tomoniga o'tib, yalinib yolvordi. Oxiri Umayya o'g'li Kilobga ruxsat berdi. Kilob uyida jannat darvozalari bo'lgan ota-onaning xizmatini qilib jannatga kirishdan ko'ra urushga borib jannatga kirish oson deb o'yladi-da, ota-onasini tashladi-yu ketdi. Kilobning ota-onasi qarigan chog'ida yolg'iz o'g'lining xizmatidan mosuvo bo'lib, har kuni faqatgina ko'cha poylar o'g'li kelishiga intizor bo'lib yig'lar edi. Otasi Umayya yig'laverib ko'zi ko'r bo'lib qoldi. Kunlardan bir kuni otasi ko'chada o'tirar ekan, qushni sayrog'ini eshitib qoldi. Qush o'zini polaponlarini boqar edi. Ular esa chug'urlashib, onasi olib kelgan ovqatni yer edi. Qushlarning chug'urlashlari esa otasiga o'g'li Kilobni eslatib yubordi. Yig'ladi. O'g'lini qattiq sog'ingan edi. Sog'inib turib o'g'liga atab bir she'r yozdi. Bu she'r azizlar hozirgacha o'qilar ekan arablarda. Ko'zi ojiz bo'lib qolgan sahoba quyidagi misralarda aytib yig'lar edi. Liman shaykhani qad nashada kilaba kitabullohi law aqila al-kitaba tarakta abaka murshi'atan yada wa ummak la tasighu laha sharaba طويلا شوقه يبكيك فردا على حزن ولا يرجو الإيابة إذا حتفت حمامة بطن وج على بيضاتها ذكر كلابا. Kimga qoldi ikki qariya? Izlagancha o'g'li Kilobni. Kalomulloh bordir-ku axir, gar tushunsa ular kitob. Tashlab ketding mehribon otang, qaltirab qoldi-ku uning qo'llari. Tashna bo'lgancha Munisa onang, zulmat bo'ldi-ku uning yo'llari. Yig'ladilar, uzoq chektirar alam, qaytib qolar deya hali hamon vaj darasida in qurgan bir qush eslatardi Kilobni sayragan zamon. Ushbu she'rni aytib o'g'lini eslab yig'lar edi. Hatto bir kuni shu darajada bo'ldiki, o'g'lini qattiq sog'ingandan Hazrat Umar radhiyallohu anhudan ham xafa bo'ldilar. Hazrat Umar o'g'limni olib ketmasa bo'lar edi-ku, qaytarsa bo'lar edi-ku deb u haqida ham bir she'r aytdi. Bilmay ayriding o'g'limdan ey voh, g'aflat ichra qoldim, chekdim-ku oh. Umar qaytarmadi Kilob bolamni, yondirdi firoq o'ti butun olamni. Duo uchun ko'taray Robbimga qo'llar, hojilarni u busoqqa yo'llar. Duo qilay jahdla imkonim qadar, Axshabayn tog'idan Zuqoqqa qadar. Ya'ni xafa bo'lib aytayapti. Bilmasdan ular ayridi o'g'limdan. G'aflatda qoldim. Hazrat Umar radhiyallohu anhu Kilobimni qaytarsa bo'lar edi. Shuning uchun endi men faqat Robbimga duo qilaman. Hojilar o'tarkan o'sha yo'ldan. Hojilar o'sha busoq degan joygacha olib borsin. Axshabayn tog'idan Zuqoqqa qadar meni ovozimni yetkizsin deb har kuni shu she'rni o'qirkan. Karvondan o'tadiganlar qariyani yig'layotganini va yig'lab mana shu she'rni aytayotganini eshitib rahmlari kelib o'tib ketarkan. Va buni birlari borib Hazrat Umar radhiyallohu anhu ga aytdilar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu kim ekan u dedi. Umayya degan bir qariya, o'g'li bor ekan Kilob. Uni haqida mana shu she'rni aytayapti va sizni ham esladi dedi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu hayron bo'ldilar. O'g'li qayerda dedi. Jihodga jo'natgansiz. Qaytaringlar dedilar. O'g'lini bir necha kunlik uzoq yo'ldan otlarga to'xtatmasdan o'tkazib keltirishlik buyrug'ini berdi. Agar yo'lda otlar charchasa, uni almashtirib boshqa otga o'tkazinglarda o'zini yerga tushirmasdan oldimga olib kelinglar dedi Hazrat Umar radhiyallohu anhu.
toki ota shunchalik yig'lab o'g'lini sog'inib ko'zi ko'r bo'libdi, toki Hazrati Umardek adolatlik amirdan xafa bo'lib Allohga nola qilib duoga qo'lini ko'taribdimi, demak unda bir gap bor. Kesin o'g'li kilobni keltirdi, oldiga o'tkazishdi. Hazrat Umar kilobga qarab, ota-onang bormidi? Ha, bor. Otang seni ko'p yaxshi ko'rar ekan-a? Ha, shunday. Otangga yaxshi xizmat qilarmiding? Ha, ya amiral mu'minin. Qo'limdan kelganicha otamga xizmat qilardim. Nima qilarding dedi. Ya'ni Hazrat Umar radhiyallohu anhu ota o'g'lini sog'inib ko'zi ko'r bo'lib qoladigan darajada nima xizmat qilishi mumkin deb hayron bo'lyaptilar. Nima qilar eding? Ha, otam nimani xohlasa shuni qilardim. Hazrat Umar radhiyallohu anhu, yo'q, bu emas, yana ziyoda qil. Yana nima qilishingni ayt. Qayta aytyapti. U xizmatdan Hazrat Umar ajablanmayaptilar. Yo, buni ham boshqalar qilishi mumkin, lekin ayni mana shu xizmat uchun ko'r bo'lib qolishligi qiziq. Yana nimalar qilarding? Shunda o'g'li kilob aytdi. Bilasizmi, ya amiral mu'minin, otamni ko'p yaxshi ko'raman. Otajonim esa har kuni tuyani sovuq sutini ichishni yaxshi ko'radi. Men kechqurun tuyalarni boqib yurib, suti yaxshi bo'lgan tuyani ajratib olamanda, bir salqin joyga olib kelib quyosh tushmaydigan joyda ushlab turaman. Ertalab bo'lganda eng sovuq buloq suvidan olib kelib, tuyani yelinini sovuq suvda yuvaveraman. Oxiri uning suti muzday bo'ladi. Va men mana shuni sog'ib, ertalabga otamga olib borishni yaxshi ko'rardim. Otam shuni muzday sutni rohatlanib ichardi. Men buni ko'rib xursand bo'lardim dedi. Eyvoh, otangga birgina sutni berishlik uchun kechasi uxlamasdan tuyani ushlab ertaman shuncha ish qilarmiding dedim. Ha, Allohga qasamki men shuni qilardim. Chunki otamni yaxshi ko'raman va otam shu sutni ichishliklaridan huzur qilishliklarini bilardi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu aytdiki, hozir ham tuyani xuddi shuna qilib sog'ib bera olaysanmi dedi. Ha, albatta dedi. Bor, senga bir kun uxlat, shu ishni qil. O'g'illari tuyani izlab ketishiga Hazrat Umar radhiyallohu anhu Umayyani keltirishlikni buyurdi. O'g'li sutni sog'ib kelgandan keyin Hazrat Umar qo'liga sutni oldida, kilobni borsin, men chaqirmaguncha chiqmagin deb bir joyga berkitdi. Umayya keldi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu unga uzoq qarab turdi-da, "Ey qariya" dedilar. "Ko'yingiz nima tusaydi?" dedi. "Men faqat endi bu dunyoda Allohning huzuriga borishdan boshqa narsani o'ylamayman" dedi. "Men haqimda bir she'r yozib siz o'qib bering" dedi. Umayya o'qib berdi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu eshitib ta'sirlandi. Va aytdiki, "Nima armoningiz bor?" "Meni armonim yo'q. Men endi o'g'lim kilobni qo'lida jon bersam deyman, lekin bunga ham erisha olmayapman" dedi. Shunda Hazrat Umar radhiyallohu anhu o'g'li kosaga sog'ib qo'ygan muzdek sutni olib kelib Umayyaga beringlar dedi. Qo'llariga berib sut iching degan edi. Qari ota Hazrat Umar radhiyallohu anhu oldida turib aytdilarki, "Men o'g'lim kilob ketgandan beri sut ichmayman" dedi. "Yo'q, iching" dedi. "Yo'q, ichmayman" dedi. "Sut ichmayman, tark qildim sut ichishni." Hazrat Umar radhiyallohu anhu, "Qasam ichib aytaman, sizga sutni ichirmagunimcha chiqarmayman" dedi. "Sutni iching" dedi. Qariyaning qo'liga sutni berar ekan, haligi ota sutni olib endi ichaman dedi-da, birdan yig'lab yubordi. Badanlari titrab, qo'ngroq otib yig'lar edi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu hayron bo'lib, "Nega yig'layapsiz?" dedi. "Kilobni qo'lini hidi kelyapti bu sutdan" dedi. Bu gapni eshitar ekan Hazrat Umar radhiyallohu anhu dek zot ham yig'lab yubordilar. Otaning muhabbati shu qadar ekanki, o'g'lini hidini bilyapti-ya. "O'g'lini chaqiringlar" dedi. O'g'lini olib chiqdi. O'g'il ikkalasi bir-birini quchoqlab uzoq yig'ladilar. Ota juda baxtiyor edi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu shunda bir gap aytdilar. "Bugun bizni eshitib turgan o'g'illar eshiting bu gapni. Bugun otasi borlar eshiting bu gapni." Hazrat Umar radhiyallohu anhu haligi bolani oldiga kelib aytdi: "Ey kilob, sen nimaga chiqding o'zi bu yo'lga?" dedi. "Ya'ni nima o'zingcha jihad deb chiqding? Nega?" dedi. "Jannat umididami?" dedilar. "Ha, shunday." "Ha, huna jannat" dedi. "Mana jannat" dedi otasini ko'rsatib oyoqlarini. "Buni tashlab ketma" dedilar. Ha, azizlar, roziligini olib jannatga kirib olish imkoniyati uyimizda turibdi. Uyingizda otasi borlar, ularning xizmatini qiling. Ularni duosini oling. To'g'ri, hammamiz har xil taqdir bilan yashaymiz. Kimlardir majbur safarga ketadilar. Musofirlikda yurgan azizlarimiz, ko'nglingiz ranjimasin, sizni ranjitish maqsadida bu gapni gapirmayapmiz. Otangizni sog'inib, bugun ko'zingizga yosh kelayotgan bo'lsa, siz otani xizmatini qilaman deb chiqdingiz. Imkon qadar tez-tez otangiz bilan bog'lanib turing. Ularning holidan xabar olib turing. Oldilariga kelishlik imkoniyatini topgan zahotingiz keling.
safarga borganda boshqa narsalar, maishat va gunoh va ma'siyatlar bilan shug'ullanib yurish o'rniga oldingizga qo'ygan maqsadlaringizni amalga oshiring-da, tezlik bilan ota huzuriga qaytishga harakat qiling. Uyingizda otangiz bo'lsa, ularni rozi qiling azizlar. Ota jannat darvozalarining o'rta darvozasi ekan. Undan kirib olishlik imkoniyati esa uni rozi qilishlik bilan bo'ladi. Alloh taolo barcha otalarimizga uzoq umr bersin, saodatli hayot nasib qilsin, farzandlarga insof bersin. Otalarimiz ko'zlari nurlari ketganda farzandlar ko'z nuriga aylansin. Qaddilari bukilganda otaning qo'li asoga emas, farzand yelkasiga qo'yilsin.